Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun juma ayoldan hammaga muborak. Ajoyib bir yaxshi kunimiz. Va shu kunimiz bugun biz eslangda bo'lsa 2 kun oldin 10 traktorning ko'prog'i 700 mingdan aksiya qildik yangi yilgacha. Va ko'p telefonlar bo'ldi, ko'p SMSlar keldi bizga, kommentariyalar. Donani ham tushirsak bo'ladimi hoji aka deyishdi. Mayli, shunga ham qarab, sizlar ko'ngillarga qarab tushiramiz. Mana holdingi narximiz mana donaga 1 million edi. Biz buni bugundan boshlab 7-noyabr 2025-yil bu уже tarix ko'rdi bu narx. Keyingi narximiz bu 900 ming qilmoqchi edi. Yana maslahat turish, buni ham olib tashlayapmiz bu narxda. Buni ham olib tashlab, hammasi sizlar mijozlar uchun. Juda hurmatli podpiskachilar. Va bugundan boshlab yangi narximiz xohlagan akillarimga mana 850 mingdan narx beramiz. Bemalol farq qilishlar mumkin. Manzilda o'sha 3-yo'lagimiz Bektot tomonidan yengil mashina stoyankasi, chap tomonda abzagi, o'ng qo'lda o'zaro kelish, katta beton qo'yildi. Hammalarni kutib qolamiz. Tabriklayman.